Assalomu alaykum kanalimizga obunachilari, navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerga bu tarafga 4 ta oraliq berandi, bu tarafiga 3 ta oraliq berandi. Alobest firma Karishneviy bulardagi oynalar 1 qavat yulduzli oyna. Eshiklar taylar arqafon. Mikrofonlar zo'r chiqqan, doimli balkon ruchkalari qo'yganmiz. Ichki zamonlari ham juda ham zo'r. Badonlar bilan qo'yib berdik. Bu ham kvadrati 540 mingdan so'mdan qilib berganmiz. Alobest jigarrang. Bu tarafida 2 ta rom ochilishi bor. Ispaniyatlari bilan. Ustunda oldi tarafini o'raganmiz. 30 li padagonlar bilan. Rom ochilishi. Bu tarafda juda ham chiroyli chiqdi. Jahlari ham juda zo'r. Ikki qanotli eshigi. Qutulma bajarishlari ham zo'r. Bu tarafdagi verandasi. Ustunda oldi taraflarini arqafon bilan o'raganmiz. Burchak sashpalarini oldik. Aslar arqafon. Mirobchalari bu tarafga ham juda ham chiroyli chiqqan. Bu taraf balonlari ham bor. Romlari kimga shunday akfa eshik romlar kerak bo'lsa 91 lik 487 13 37 nomerlarimizga aloqa chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab shunaqa narxlarda qilamiz. O'zbekiston bo'ylab kelishga yordam chiqamiz.